Sportchilarimiz qayd etayotgan natijalar, qo'lga kiritayotgan yutuqlar yangi O'zbekistonni xalqaro maydonda jahonga tanitish, yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarni targ'ib etishda muhim vosita bo'lib xizmat qilyapti. Sport sohasini rivojlantirish esa davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sanaladi. Shu bois Prezidentimiz rahbarligida jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish, sog'lom turmush tarzini hayot me'yoriga aylantirish, ayniqsa yoshlar va xotin-qizlarni sportga keng jalb etish borasida tizimli va izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining mukammal tarzda ishlab chiqilgani yuqoridagi fikrimizga isbot bo'la oladi. Yurtimizda sport jadal rivojlanayotgan sohalardan biri sanaladi. O'zbekiston sportchilari xalqaro maydonlarda, jahon va qit'a chempionatlari, olimpiya o'yinlarida shohsupa to'ridan joy olib, yurtimiz bayrog'ini balandlarda hilpiratib, uni davrug'ini olamga yoymoqda. O'zbekistonlik yoshlar Osiyo va olimpiya o'yinlarida 50 dan ortiq rekord natijalarga erishgan. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi ilk bor jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritib, xalqimizning 34 yillik orzusini amalga oshirgani haqida g'urur bilan gapirish mumkin. Atletlar erishayotgan yutuqlarning salmog'ini oshirish, mahoratli sportchilarga munosib vorislarni tayyorlash bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. Ishlab chiqilgan jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi qonun sohani rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, barchani jismoniy tarbiya va sport bilan erkin shug'ullanishga bo'lgan huquqini ta'minlashga qaratilgan. Qonun bilan aholini ommaviy sportga jalb qilish, ommaviy sport tadbirlarini tizimli o'tkazish, sport turlarini e'tirof etish va ularni reyestrini yuritish tartibini takomillashtirish, trener va agentlar faoliyati raqamlashtirish, sportdagi noqonuniy xatti-harakatlarni oldini olish, doping va unga qarshi kurashish choralari belgilanmoqda. To'g'risi bu bizani juda ham xursand qiladi. Prezidentimizni o'zlari shu sportga juda ham katta e'tibor qaratayotganlari, ayniqsa xotin-qizlar sportini rivojlantirishga berayotgan e'tiborlari bizani juda ham xursand qiladi. Bizga bu o'ziga yarasha kuch ham, motivatsiya ham beradi. Biz harakat qilamiz shu prezidentimiz ishonchini oqlab, jahon arenalarida yurtimiz bayrog'ini yana ham yuqori ko'tarishga. Bu e'tibor nafaqat bizga, balki yosh avlodga ham katta kuch beradi. Mazkur qonun doirasida sport musobaqalari va tadbirlarini tashkil etish, sohada boshqaruvni zamonaviy mexanizmlarini joriy etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sport sohasini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish va sohaga tadbirkorlik subyektlarini jalb qilishni kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Sport sohasini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish maqsadida sport sohasida tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etildi. Klubimiz 1 yil oldin ochildi. Muhtaram prezidentimizni shu bizga qaratgan katta e'tiborlari soyasida buni moliyalashtirish albatta shu davlat tomonidan bo'ldi, lekin hozirda bu xususiy klub bo'lib o'z faoliyatini davom ettiryapti. Bu nima deydi, boshqa viloyatlarda ham klub tizimini rivojlantirishga katta yordam beradi deb o'ylayman. Qaror bilan professional sport va futbol klublari ishonchli boshqaruviga, sport federatsiya uyushmalariga jalb qilingan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida bir qator imtiyozlar nazarda tutilgan. Xulosa qilib aytganda, mazkur qonun va davlatimiz rahbarining qarori sport sohasini yanada rivojlantirish, jismoniy tarbiya va sportga oid munosabatlarni tizimli tashkil etish, jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat hamda jamoatchilik boshqaruvini uyg'unlashtirishni ko'zda tutadi. Amaliyotda mavjud bo'lgan ayrim noaniqliklar va huquqiy bo'shliqlarni bartaraf etishga, sportni yanada ommalashuvi, atletlarimizning xalqaro maydondagi yutuqlar sonini ortishiga xizmat qiladi.